Assalomu alaykum. 2-mart 2026-yil. Mana ko'chatlarimizni nazorat qilib yuribmiz. Banka tegishli ko'chatlar. Bu yerda yutuqlari ham bor. Shu bilan birgalikda kamchiliklari bor. Mana ko'chatlarimiz deyarli o'zini tutib olgan. Mana qatordan ko'rsa. Lekin ko'chatlarimizga endi shu bilan birgalikda o'qitlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana bargidan ko'rinib turibdi. Bunga azotli o'g'it berish kerak ayni damda. Chunki azotli o'g'it bermasa bo'lmaydi. Sababi nimada? Sababi bu yer masalan mana bilishimcha 1-2 yil ekinsiz qolib ketgan. Shuning hisobidan hozir azotli bermasa tanada suv yaxshi yurmaydi. Ya'ni soki движение deydi. Bu o'sha ma'lum miqdorda mana yerda endi biz Buxorolik bo'lganimiz uchun bilamiz. Ma'lum miqdorda sho'rlanish bor. Endi bu sho'rlanishni bo'lmaydi-yu, o'sha yer suvsiz yotgan holatida mana birozgina yerda qizarish bor-da. Mana yer qizarish bo'lgan. Shuning hisobidan bunga hozir karbamid yoshga to'g'ri keladi. Boshqa deyarli muammosi yo'q. Keyin ishidan nima deydi, o'zini tuta olmagan, ko'tara olmagan, mana bunday nami qo'chib qo'ygan ko'chatlarni, mana bular ham qurigan ko'chat emas aslida. Mana chala yashil turibdi. O'lib qolgan emas-da xullas. Mana shu ko'chatlarga e'tibor berib qo'yish. Taklifimiz bu ko'chatlarni qayta shakl berish kerak bo'ladi. Mana bargi o'zida yashil turibdi, lekin shu bargni boqolmaydi. Mana shu takliflarimiz, ko'chat umumiy olganda holati yaxshi, ekilish o'raliqlari ham yaxshi. Taxminan 30 santimetrlarni ko'ryapmiz. Mana yana o'sha gap, ko'chat qurib qolmagan. Mana ko'chat qurib qolmaganda mana novda ko'plik qilgan. Bu aslida novda ko'plik qilmagan. Bu o'sha qurayotganda balkim ildizi kam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Mana shularni bir ko'zdan kechirsa bo'ldi, boshqa muammosi yo'q. Xullas ko'chatimizni hali o'sadigan vaqt emas, 15-16-martdan borib o'sishga tushadi. Mana uni asosimiz borligini aytib o'tamiz. Mana gavdasi kichkina, juda kichkina ko'chatlarimiz o'sishni boshlaydi. Chunki unga oziqa yetarli bo'ladi, tanasi kichkina. Katta ko'chatlarimiz esa hozircha o'zini tutib turadi. Kun qizishi bilan bular ham o'zini olib ketadi.